Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Grizzly Dalasi. Hop do'stlar, bugun Bukayo Sakani full qilamiz. Bizda fitness va texnikaga kuchaytirishlar yetarlicha yig'ilgan. Skautlarni ochib olsak, biridan to'g'ri kerak emas bizga. Default futbolchilar chiqdi. Shirik qilolmas ekanmiz tagiga yechimni. Boshlaymiz agar hujumni markaziga qo'yib olib. Bittalik bo'lishdi. Tezlashish juda zo'r. Stamina yaxshi. 600 chiqarmikan? Voy, takka yetib oldi. Fitness beramiz endi. Texnika yana ketib boryapti. Fitness yaxshi. Yaxshi. Tez bosib tashlash kerak. Yaxshi tushgan payt. Yaxshi tushmayapti endi, prorif tushdi zo'r. Yaxshi emas. Stamina. Prorif yana bu yoqqa staraga yetib oldi. Yana ketyapti. Tezlik yaxshi. Dahshat chotki. Lekin o'zi full qopdi. 3 talik bersammikin? 2 talik beraylikchi. Voy, stresiga ketib qoldi. 3 talik ket. Prorif. Speedga tushgan prorifda. Tezlanish pasib qoldi. Buni sotib olaman. Bu tarkibga kerak emas menga. Tarkibimni hujumchilar yetarli.